Bemorda bosh sohasidan onkologik kasallik aniqlanib, O'zbekistonda 3 marta operatsiya o'tkazilgan, ammo natijalar qoniqarli bo'lmagandan so'ng Hindistonga kelib, Akash klinikasida murakkab operatsiyani amalga oshirildi. Bosh sohasidagi o'simta olib tashlandi va hozirda bemorning holati yaxshi. Tiklanish jarayoni muvaffaqiyatli kechmoqda. Operatsiyani tajribali mutaxassis doktor Amit Srivastava bajardi. Akash klinikasi malakali doktorlar va zamonaviy texnologiyalar bilan sifatli tibbiy xizmat taqdim etadi.